avtovokzaldan chiqdim hozir. Janubiy avtovokzalga boraman deb turib ushlayman deb tursam, akamiz 100 metrga bormayman deydi. Aytdim, tangani ko'rsatib, 10 batim bor desam, kulyapti. Okay, tuk. Yeah, no, okay. tuk. Oh, thank you. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. After you no go tuk, you go with me, na. Okay. Okay. Tuk. Hazilgacha gap. Oho. Hazilgacha. Jontenda suv ustidagi bozor bor ekan. O'shini izlab kelib, tuk ham yurmaydi ekan u tomonga. Shu Jontenda oxirida tushib qoldim. Tukdan arzon marshrutka mashinada endi u 10 batdan. Biz pulga 4000 ga to'g'ri keladi. 4000 dan ham pastga to'g'ri keladi. Piyoda ketyapman endi birgacha bir 1,5 kilometrcha yurishim kerak ekan. Manaqa ovloq joylarga kelib qoldim. Bu joylari ham bor ekan. Sivilizatsiyaga qarab chiqib ketyapman. Tailandda qirolicha bandachilik qilgan. Shuni hisobiga bularda hozir travur payti, hamma qora kiyimda. Joy, ko'l bor ekan, aytdi. Sassiq ko'l bor ekanda. Suv ustidagi bozorga keldim. Piyoda yurib, o'z oyog'ingiz bilan aylanib yurishingiz 200 baht ekan. Kemada rasmga tushib, yana qanaqadir bir qahvasi ichida 800 baht ekan. Joy, pul topishar ekan bu yerda. Qimmat narsalarni haligi olish uchun sizmi? Pechinizga hali kassada yozib qo'ygan ekan. Suv usti bozori degan mana shu ekan endi. Aylanib yurasizlar, narsalari qimmatroq omma lekin. Ozgina qimmatroq ekan. Biz anjarliklar ko'rib qoldim. Akamiz yurgan ekan. Pechinasiga o'zbek deb yozib qo'ygan ekan. Qayerdan bildingiz meni o'zbekligimni deb qo'yyapti. Deb yozib qo'yibdi. Sawadikam, Sevram. Where you from? Uzbekistan. Uzbekistan. Oh, thank you. From Uzbekistan. Thank you so much. Bu O'zbekiston siz Pokiston deydi hammasi. Rasm ko'p joyda rasm deyapti. Shu usti bozori mana qilib manaqa narsa ham berar ekan. Yeb ichib ketinglar zerikmasdan deb. Bir narsa olmoqchi bo'lsangiz, aytsangiz to'xtatadi. Mana shu yerdan qimmatroq narxda sotib olinadi. Anaqa bozor endi bu. Lekin bir marta kelgan odam qaytib kelmasa kerak.
ajoyib polvonlar ko'rsatyapti, sirk ko'rsatyapti. Bozor ekan. Ikkita bozor qilyapti. Bozorni ko'rib qolib, tomosha qilyapti. Bozor ham pus qo'ydi. Bo'lgani 350 kilometrmikin aka? Ha, nimadan 450 mi 500 ko'rsatganda? Bir kun yurasiz ekan. Ha, u Trat eng nima oxirgi provinsiyada, u yog'i Kambojaga o'tib ketasiz. Nimasi bor ekan endi? Bir kun qolishingiz kerak ekanda, yerda. Ha. Bir kun emas, ko'proq Ko'chang oroliga ko'proqqa qolgani borasizda, u shuncha yo'l bosib yurib bir kun qolsangiz u bo'lmaydi. U yerga kamida 10 kun qolinadigan joyda. Vaqtimiz yetmas ekan. Borib ko'rib kelganichi? Ko'rib kelgani endi sizga vaqt haligi nima jalka bo'lmasa, borib kelsangiz bo'ladi. Sizlar qaysi nima orqali keldi? Bu meni nima? Ajoyib mana. Filippin xo'rozini qo'yib qo'yishdimi yo Tayni o'zini xo'rozimi ekan bu? Toma. Aylanan şekilli aylanan. Mana bây giờ? Tôi ra, ngon ra từ cái mặt rồi là vào đi. Bà dài vào. Marhala. Pakai nong, hai leo. No. Ha? Tom yam in. Tom yam. Bitta ikkita faqat giyinishni joyi bor ekan. Siz manda nima qilib ekansiz? Anjam so'ngchalarim so'ng. Ha, endi bu yerda begona yurtda mana shu yerda ovqatini, mana shu yerda mevasini yeb tatib ko'rish kerak-da. Endi harom narsasini emas u. Bu yerda tarakan ham yeydi, cho'chqa yeydi. Buni halol o'zini halol ovqatlari bor bu yerda. Masalan, shu tom yamlar halol ovqatlar. Musulmonlar sotyapti. Tom yamda dengiz mahsulotlaridan qilinadi asosan. Vaydilar. Kechagi haftaga tom yam ekanda yemadik. Nima ekan? Qanaqa yurishi? Krevetki bo'ladi, qo'ziqorin bo'ladi ichida. Ha, bo'ldi, bilmayman. Ya'ni mani tashlagan chiqatik. Mana yerdan biron nima sotib olib, shunaqa olib yurishar ekan. Endi hozir bozori bilinmayapti bizga. Anaqa bozor. Mana umi tom yam. Bu benim
haligi nimani shakaridan bo'lgan. Bambucha. Yedayilamizmi? Bozori qayerda ekan? Nachnoy bozor bor ekan, o'ta savollik. Ha, Nashnoy bozori ham bo'lish kerak emas Jomtenda. Mana u nimada bor ekan? Nima? Walking Street boru. Do'konlarda manaqa mayda judalar sotilar ekan. Mana shu местный narsalar bilan tayyorlangan. Sumkalar. Sorry, how much? 100. Okay. 100. 100 bat ekan. Bitta shlyapa 100 bat, biz burga 40 mingga to'g'ri keladi. Chalg'u asboblari ham bor ekan, taylarda. Qimmatroqda mana materialni 100 batdan olishuvdi. Bu yerda 280 batdan ekan, 269 bat. Eski uylar ekan. To'g'am taxtadan bo'lgan ekan. Kashilo'lar bor ekan, mana har xil pillik, patinkani rasmi bor, har xil nimalar bor ekan. 399 batdan ekan. Qarorni 4 ga ko'paytirib qo'yarasizlar. 460 mingga to'g'ri keladi. Koja ekan lekin. Suvenirni do'kon ekanda. Suvenirni kichkina bolalar patinkasi bor ekan, 250 batdan. Turistik joylarda o'zi yoqtirmasdi, ma'lumotlar rosa qimmat. Bitta napitkasi marojniy ekan, marojniy 100 bat ekan.
60 batligi ham bor ekan. Qimmatda baribir. Bochkalardan bunaqa skameykalar qo'yishibdi. Ajoyib. Anjarli shahardan Fayzullo degan ukamiz bolalari bilan kelgan ekan. Ko'rishib qolib birga shu yerda qayoqda birga aylandik. Shopirimiz bor, bizni qarab turibdi deb, bo'lmasa boraveringlar deb jo'natib yubordim ularni. Batdan qandlar bor ekan. Durianli qand ham bor ekan, 50 bat ekan. Kokosli qand, bu ham 50 bat. Buni oyligi 80 bat ekan. Bu buni qimmat ekan. Sutligi ham 50 bat ekan. 50 bati 20 mingga to'g'ri keladi bizni pulga. Bu yarim kilo kelmaydi, 200 gramm shunaqa ekan. Baliqni quritilgan kapchonlilari, krevetkilarchi 50 batdan ekan. Masaji 100 batga anaqa ekan, unlimited. Qolaganicha o'tiraverasan deyapti. Oyog'ingdan sovuq o'tib ketadi. Masaj olish uchun 100 bat endi 40 mingga to'g'ri keladi-da. 40 ming endi juda arzon, 50 batdan olardi deydi. O'tirib ovqatlanadigan joylari ham bor ekan. Suv usti bozorini. Suvenir magaziniga kelib qolibmiz yana. Ajoyib mana bu rakushkalar. Shayshanbatdan tanlab olaverasan deb yozib qo'yibdi. Ikkitasi 100 bat, bittasi 60 bat bo'ladi. Ularni bolalar uchun o'yingoh ham bor ekan, ma'da. Ketpozimada qo'yib yuborib bolalarni o'ynaveradigan ekanda. Zo'r boplagan ekan lekin. Juda ham burungi zamonda ko'prik ekan. Ko'prikka chiqish mumkin emas qilib qo'yibdi. Qadimiy eksponat bo'lib qolibdi endi. Bakalashkalardan yasashibdi-yu. Juda qadimiy nima eganda bu, tomlaridek yog'ochlari ham chirib tushibdi. Buni ko'prik ko'tarammi meni degan savol bor. Bularda ham fish massaj bor ekan, baliqli. Bu qaranglar, inasi uyda yotishi.
Shunaqsa 100 baht ekan, unlimited. Va xohlaganingcha o'tiraversan deb qo'yibdi. Uzoq o'tirib bo'lmaydi. Sarikab. Echkilar ham bor ekan. Ajoyib. Echkiga sut terish 25 baht ekan. Rasmga tushish ham pulli shekilli, videoga olib qo'ydim men. Mana naturalniy soklardan 30 baht turadi, endi bu yerda 50 bahtdan ekan, endi iloji qancha? Hozir kiviligidan zakaz qildik. Ko'ramiz endi. 800 bahtga bilet olsangiz, bitta rasmga ham olib qo'yar ekan, tekinga. Rasm bo'lar ekan. Mana ablushkali qilib, chiroyli qilib rasm bor ekanda, xullas. Kivili sharbatimiz tayyor bo'ldi. Muz bo'ladi-da, bu muz. Muzga aralashtirib blenderda boshqa vijillatishib, muz ikkovini pachaqlab so'qiladi. Ajoyib tabiat. Ancha piyoda yurib aylanadigan joy ekan bu. Uyatib bo'lmaydigan, undan bunga ko'prikdan o'tib, bir-biriga o'tib yurilaverar ekan. Qaytamiz endi. Salomat bo'linglar hammalaring, omon bo'linglar.